Ba'zi insonlar bor, ular hayotingizga yomon inson bo'lib kirib kelmaydi. Aksincha, eng mehribon, eng samimiy, eng tushunadigan inson bo'lib ko'rinadi. Sizni tinglaydi, dardingizni eshitadi, yonimda turibdi deb o'ylaysiz va asta-sekin siz ularga ishonishni boshlaysiz. Chunki inson qalbi mehrga ishonishni xohlaydi. Ayniqsa charchagan qalb. Kimdir uni tushunishini juda istaydi. Shunday paytda ayrim insonlar keladi. Ular sizni sevayotgandek bo'ladi. Ammo aslida ular sizni emas, siz bera oladigan narsalarni yaxshi ko'radi. Sizning foydangizni, sizning mehringizni, sizning sabringizni, sizning soddaligingizni. Ba'zi insonlar yaxshilikni yurakdan qilmaydi. Ular yaxshilikni keyinchalik sizni boshqarish uchun qiladi. Avval sizga yordam beradi. Keyin esa o'sha yordam bilan sizni bosib yashaydi. Har safar qilgan yaxshiligini eslatadi. Sizni qarzdordek his qildiradi. Go'yo endi sizning qalbingiz ham ularniki bo'lib qolgandek. Va siz asta-sekin o'zingizni yo'qota boshlaysiz. Chunki bunday insonlar sizning chegaralaringizni hurmat qilmaydi. Ular sizning sukutingizni ojizlik deb biladi. Sabringizni esa foydalanish mumkin bo'lgan imkoniyat deb. Siz kechirasiz, yana kechirasiz, yana tushunishga harakat qilasiz. Ammo ayrim insonlar sizning yaxshi qalbingizni qadrlamaydi. Ular undan foydalanadi. Eng og'rig'i nima bilasizmi? Siz ularga qalbingizni ishongansiz. Eng nozik joylaringizni aytgansiz. Qo'rquvlaringizni, dardlaringizni, sirlaringizni ishongan holda ketgansiz. Keyin esa aynan o'sha sirlaringiz bilan sizni urishadi. Orqangizdan gapirishadi. Siz yiqilgan paytingizda qo'lingizdan ushlashmaydi. Aksincha, ichida yengil tortishadi. Chunki ayrim insonlar sizning o'sishingizni ko'tara olmaydi. Ular sizni yonida ko'rishni istaydi, ammo ulardan balandroq holda emas. Siz kuchli bo'lsangiz, siz bilan faxrlangandek yurishadi. Ammo siz ulardan mustaqil bo'lishni boshlaganingizda, ularning asl yuzi ochiladi. Birdan sovuqlashadi. Birdan sizni aybdor qila boshlashadi. Birdan sen o'zgargansan deb qolishadi. Aslida esa siz shunchaki uyg'ongan bo'lasiz. Ba'zi insonlar sizni yaxshi ko'rgani uchun emas, siz ularga qulay bo'lganingiz uchun yoningizda yuradi. Siz yo'q deyishni boshlashingiz bilan ularning mehrlari ham kamayadi. Chunki manfaat tugagan joyda ularning soxtaligi ham tugaydi. Va eng xavflisi, bunday insonlar o'zini hech qachon yomon deb ko'rsatmaydi. Aksincha, sizni aybdor his qildirishadi. Siz esa tunlar o'ylab chiqasiz. Balki men noto'g'ri qilayotgandirman. Balki menda birorta kamchilik bordir. Yo'q. Har doim ham muammo sizda emas. Ba'zan muammo sizning pok qalbingizni noto'g'ri insonlarga ishonib topshirganingizda. Hayot bir narsani o'rgatadi. Hamma ham sizdek emas. Siz yurakdan bog'langan joyda kimdir hisob-kitob bilan yashaydi. Siz mehr bergan joyda kimdir manfaat izlaydi. Siz chin dildan ishongan joyda kimdir niqob kiyib yuradi. Shuning uchun endi hammaga qalbingizni ochmang. Hamma ham sizning sukutingizga loyiq emas. Hamma ham sizning ko'z yoshingizga arzimaydi. Ba'zan uzoqlashish yomonlik emas. Bu o'zingizni saqlab qolish. Ba'zan sukut eng og'riqli javob va ba'zan insonning ketishi sizning ruhingizni qutqaradi. Shuni unutmang. Haqiqiy inson sizni ezib turib sevaman demaydi. Haqiqiy inson sizning g'ururingizni sindirib turib yordam bermaydi. Haqiqiy inson sizning qalbingizni jarohatlab turib yoningizda qolmaydi. Chunki chin mehrning ichida manfaat bo'lmaydi. Chin yaqinlik bu erkinlik beradi, tinchlik beradi, xavfsizlik hissini beradi. Sizni sindirmaydi va bir kun keladi, siz hammaga yoqishga urinishga majbur emasligingizni tushunasiz. Hammaga yoqishga urinishdan charchaysiz. Shunda tushunasiz. Eng katta tinchlik kimningdir foydasi uchun emas, o'zingiz uchun ham yashash ekan.